Salom do'stim. Men ismim Timur Alixonov va bu Space Academy. Ko'rib turganingizdek, siz hozir blogerlik kursi bo'yicha aynan qo'llanmani tomosha qilyapsiz va ushbu videoda bugun sizlarga imkon qadar sizni qiziqtirgan savollarga mazmunli javob berishga harakat qilaman. 21-asrning eng aktual sohalaridan biri bu SMM, marketing hamda albatta blogging hisoblanib turibdi. O'zi umuman qilib aytganda blog nima? Blog bu seni dunyoqarashing, seni fikrlashing va albatta seni olib borishingdan kelib chiqib hosil bo'lgan sahifa aynan blog deb ataladi. Blog 3 xil formatda bo'lishi mumkin. Yozma, undan tashqari video ko'rinishida yoki foto ko'rinishida albatta bloglar ham bo'lishi mumkin. Xuddi shu kabi kontentlar ham, ya'ni kontent ham 3 xil turda yozma, foto hamda video ko'rinishida bo'lishi mumkin. Bugungi kunda blogerlarning o'rni albatta beqiyos. O'zbekistonda blogging rivojlanyapti, O'zbekistonda blogerlik anchagina rivojlandi degan gaplar bu bor yo'g'i boshlanishi do'stlar. Shuni ham inobatga olishingizni so'ragan bo'lardim, chunki O'zbekistonga hali blogging rivojlandi deyish anchagina vaqtliroq. Sababi bizni bozorimiz juda ham yaxshi, haqiqatan ham sifatli kontent qiluvchi blogerlarga muhtoj va albatta jahon bozoriga reklama beruvchi katta ulkan brendlar ham asta-sekinlik bilan O'zbekistonga ham kirib kelishmoqda. Oddiy misol qilib aytaman, deylik siz biron bir reklama beruvchisiz. Misol uchun siz Sneakers kompaniyasisiz va siz O'zbekiston bozoriga kirib kelyapsiz. O'zbekiston bozoriga kirib kelyapsizda bor yo'g'i 10 ta dona blogerni siz topa olyapsiz internetda. Boshqa hech kimga blogda reklama berishga boshqa bloger yo'q. Ya'ni ko'rib turibsizki, hattoki reklama beruvchilar ham yaxshi, sifatli va albatta o'zini ustida ishlaydigan blogerlarni topa olmayapti. Shuning uchun bizning asosiy maqsadimiz o'z qadriyatlarimizni saqlab qolgan holda Space Academy'da yaxshi, sifatli va albatta xalqqa foydasi tega oladigan blogerlarni yetishtirib chiqarish va albatta ana shunday insonlarga yordam berish, ularni albatta o'zlarini oyoqqa turib ketishlarida hissamizni qo'shishdan iborat. Bloger o'zi kim? Blogerlarning turlari ham juda ham ko'p. Misol uchun deylik, siyosiy bloger bor, ijtimoiy masalalarni ko'tarib chiquvchi, hajviya bilan shug'ullanuvchi bloger bor, oziq-ovqat, ya'ni kulinariya bo'lishi mumkin. Undan tashqari avtomobil sohasini yorituvchi blogerlar, ya'ni blogning turlari juda ham ko'p. Aynan O'zbekistonning bozorini ham bir korobka deb hisobga oladigan bo'lsak, O'zbekiston bozori ana shu bo'm-bo'sh korobka deb bemalol aytsa bo'ladi. Sababi bizda haqiqatan ham yaxshi, malakali, yaxshi albatta dunyoqarashi o'tkir bo'lgan kreativ blogerlar yetishmovchiligi bor. Shuni ham albatta inobatga olish kerak. Bloger bu o'zini dunyoqarashi, o'zini fikrlashi doirasidan kelib chiqib, kontent yaratuvchi inson va uni auditoriyaga taqdim etuvchi inson bloger deb ataladi. Mendan juda ham ko'plab insonlar shu savolni so'rashadi. Aka, men bloger bo'la olamanmi? Qanday qilib bloger bo'lish mumkin? Qanday insonlar o'zi bloger bo'la oladi kabi savollarni ko'p berishadi va siz qanday inson bo'lishingizdan qat'iy nazar, qanday tabaqa bo'lishidan, qanday imkoniyatsizda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta siz bloger bo'lishingiz mumkin. Oddiy misol aytaman, sizga eronlik bir yigit bor. U yigit ko'zi ojiz, lekin ko'zi ojiz bo'lishiga qaramasdan u yigit suralarni chiroyli aytib o'zini internet sahifasiga yuklaydi va u ham bloger. Va yana bir misol, nogiron bo'lgan, misol uchun deylik, oyog'i yo'q bir Vayner insonni ham bilaman. Juda ham ajoyib, kulgili, hajviyali videolar oladi. Ya'ni siz qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar siz bloger bo'lishga haqlisiz. Buning uchun sizda faqatgina motivatsiya, xohish, maqsad bo'lsa kifoya. Juda ham ko'plab insonlar o'zlariga stopni bosishni o'rganib olishgan. Sababi bloger bo'lish uchun senda professional texnika, yaxshi petlichli mikrofon yoki sifatli telefon bo'lish kerak degan mana shunday stereotiplarni hosil qilib olishgan. Do'stim, men o'zim bugungi kunda 4 yildan beri blogerlik bilan shug'ullanaman. Ushbu sohada o'z faoliyatimni olib borsamda, men birinchi videolarimni, o'zimni birinchi ana shu mahsulotlarimni Xiaomi Mi 5 telefoniga suratga olganman. Bu dunyodagi eng qotib ishlaydigan telefonlardan biri. Shuning uchun qanday fotoapparat, qanday texnika bo'lishidan qat'iy nazar sizni maqsadingiz aniq bo'lsa, yo'nalishingizni tanlab olgan bo'lsangiz va bu sohada siz haqiqatan ham o'sishga, o'rganishga va albatta rivojlanishga istak bo'lsa, sizdan albatta bloger chiqadi. Bor yo'g'i sizni motivatsiyangiz so'nmasa bo'ldi. Ta'kidlab o'tganimdek, blogerlik sohasida 4 yildan beri faoliyat olib boraman va ushbu faoliyatim davomida erishgan yutuqlarim, kamchiliklar, qilgan xatolar va albatta ulkan tajribani bitta qilib, kurs qilib
biz o'quvchilarga taqdim etamiz. Bu yerda hech qanday osmondan oldi yoki internetdan bor yo'q ruscha ma'lumotlarni ko'chirib o'zbekchada taqdim etyapti degan narsalar emas. Biz asosan albatta bor bo'lgan haqiqiy keyslarni sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Bunga misol bizni birinchi bitiruvchilarimiz hozir sizga biz ularning o'zgarishlarini, ularning profillarini ko'rsatamiz va albatta ularni ham siz o'zingiz uchun ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi va biz imkon qadar albatta savodli, albatta sohasi bo'yicha o'zining mutaxassisi bo'lgan va eng asosiysi kreativ blogerlarni yetishtirib chiqishga harakat qilamiz. Kurslarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Kursimiz 1 oy mobaynida davom etadi va u 12 ta darsdan iborat bo'ladi. Ana shu 12 ta dars mobaynida 5 ta bo'lim bo'ladi va biz 12 ta dars mobaynida 3 nafar o'z sohasining professional ekspertlarini taklif etamiz. O'tgan galgi birinchi potokimizda biz Amirxon Umarov, Sardor NK va Nizamo kabi bloger hamda jurnalistlarni taklif etib, ularga o'quvchilar bilan tanishtiruvlar, o'quvchilar bilan turli xil debatlarni uyushtirishga muvaffaq bo'ldik. Kurslarimiz narxiga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda bizda 2 xil turdagi ta'lim olish imkoniyati bor: onlayn va offlayn. Offlayn ta'lim olish bizda 3 million so'mni tashkil etadi, onlayn ko'rinishdagi ta'lim olish esa 2 million so'm. Va eng asosiy savollardan biri: kursni tamomlaganimizdan so'ng bizni nimalar kutmoqda? Do'stim, birinchi o'rinda siz albatta bebaho bilimga ega bo'lasiz va ikkinchisi tajriba hamda mukammal networking. Yangi tanishuvlar, yangi blogerlar va albatta o'ziga xos kollaboratsiya. Hamda Space Academy tomonidan sizga diplom, ya'ni sertifikat taqdim etiladi. Bundan tashqari biz albatta o'z o'quvchilarimizni bitirib ketishgandan so'ng Telegram gruppalarda, Telegram supportlarda albatta ularni qo'llab-quvvatlaymiz, ularga maslahatlar beramiz va kurs tamomlanib bo'lgandan so'ng ham biz ularni yo'nalishlarini olib borishlarida albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Kurs tamomlagandan so'ng siz o'z xohishlaringiz, nima bilan shug'ullanishingiz, maqsadingiz va yo'nalishingizni aniq bilib olasiz. Shaxsan bunda o'zim individual sizlar bilan dars mobaynida shug'ullanaman. Barchangizni Space Academy'da, ya'ni blogerlik kursida kutib qolamiz. Ko'rishguncha.